Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Hamma mendan test drive so'rayotdi. Do'stlar, mana klientning mashinasi. Yo'lga chiqdik trassaga. Gazda mashina, xudo xolasa. Ideal qilib yig'ib berganmiz. Konditsioner bilan ko'rishinglar mumkin. Yangi hamma narsasi. Qani buni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qanaqa qilib yurishini, nechiga chiqishini, umuman trassada o'zini qanday tutishini. Baho berasizlar. Damas injektorni yurishiga.